Avtobus haydaydigan akalar uchun bu video. Shu hammasi uchun emas, hozir yo'limda bo'lgan ikkita avtobus shofir uchun shaxsan soyda Simko'prikda bo'lgan holat, keyin mana bu Yubileyniy oldida bo'lgan holat eski shaharda. Kelyapman, margat qilyapti. Men endi tez yordammikin deb chekkaga oldim, qolib ketib qoldi. Qarasam avtobus ekan, odam tushiryapti. Yo'l so'rayapti mendan. Men qara kelyapman. Bo'pti, endi ichida odamlar shashtiribdi deb mahallaning ichi bilan chiqib 3-polosada shaharda ketyapman. Oldimda avtobus. Bir chiroyli ketyapmiz. 40 dan oshiqroq tezligim meni. 40 ketyapman. Avtobus oldimdagi avtobus 3-polosadan biriga shunaqa o'tdi akalar. Men u mashinamni urib olishinglardan qo'rqib, avtobuslarni borib bir daraxtga urishinglardan qo'rqib video qilmayapman. Bizni mashinani urib olsanglar 3-4 million bilan ish hal bo'laveradi. Qimmatroq mashinani urib olsangiz, Xudo saqlasin, o'zingizga jabr bo'ladi aka. Siz u peshanangizni labovoyga urib yorib olishingizdan xavotir olmayapman. Mashinaning ichida yosh katta, homilador, yosh bola, shunaqa настроениyada, har xil настроениядagi yo'lovchi bo'lishi mumkin. Shundan xavotir olib video qilyapman. Tez shaharning ichida 40 yurish avtobus uchun tez deb o'ylayman. Probka ko'p, har xil joydan odam chiqib boryapti, ko'ryapsizlar, urib o'tib ketyapti, har xil bo'lyapti. Endi bu video chiqish o'zi menga hali ancha bor bunaqa temalar bo'yicha. Prosta hozir ustidan chiqib qolganim uchun shu narsani video qilyapman aka. Shu garajinglardan avtobusni minib chiqib ketayotgan shu yosh shopirlar bo'lsa, yosh kattalar emas, mahallamda yosh katta avtobus minadigan odam bor. Shunaqa odobli, chiroyli haydaydi avtobusni, ammo yoshlari deb o'ylayman. Shu yoshlarga aytinglar, tez yurma bolam. 3-polosa seni yo'ling emas, sen birda yur. Keyin margat qilib yo'l so'rama deb qo'yinglar, iltimos akalar. Alloh saqladi hozir.